Assalomu alaykum Shohxonadon kuzatuvchilari. Andijon viloyati Buloqboshi tumanidagi obyektimizda ishlayotganimiz davom etib turibdi. Straplarimizni ham orqa tomon tirib olganmiz. Bu tomonni ham sog'ligini tashlab, strapini tirib qo'yganmiz. Endi mana shu tomon qoldi. Bu tomonimizga rim kolonnasini qo'yib, ferma tashlash kerak. Buni ham boshlab olganmiz. Tagini qo'yib qo'ydik. Bu ikkitasini qo'yib olamiz. Rim kolonnasini qo'yib olganmiz. Mana rim kolonna qo'yadigan ustamiz. Orada firmani ham yashab turishibdi. Rim kolonna bo'lsa ham qo'yaveradi ustiga. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Shohxonadomga aloqaga chiqaverasizlar. Bizga obuna bo'lib qo'ying. Qolgan jarayonlarni ham qo'yib boramiz.